Güzel amildar qızlar aldığımızda yetib kelayotgan niyetlik çoxum kiyim almadığınlarga deyman. Bugun men sizlarga eng yenilik qalat chiqadigan yozuflarimni, ummaq ko'ynaklarimni akeldim. Men bilan birlikda ko'rib beqanlar. Andan qizlar tug'utmalar jarrohlarni çoxum inkas rayoni qoldirib qo'yish unutqanmanlarjimi? Sizlarga eng mos keladigan kiyim-kechaklar deymiz yozufu, undan boshqa tug'ut tayyorligini budaq filmlarim çoxum chiqarib berman. Qizlar puchamniki yanjiyan toalet bo'yicha chiqadi, tishniki va tavsini boshqa kiyimlar bilan pilabni kiyalaysizlar. İçininki oq ko'ynak alet bo'yicha chiqadi juma qizlar. Badanga yiqishgandan keyin shunchalik rohat tuyg'u berdi, badanimizni bearam qilmaydi, qizdirmaydi. Mishna bayramlarda cho'nglarning o'ziga bag'a vaqtlarda kiyvasanlar bo'ldi qizlar. Ko'ynakning uzunligi 1 metr 10 sm bo'yicha chiqadi. 90 kg o'lchamli xonim qizlar bemalol kiyalaysizlar, 2 nomer chiqadi. Men oldin nuskularim shunchalik chiroyli qalati chiqadi juma qizlar. Rangi faqat bir rang bo'yicha chiqadi. Qizlar puchamdagi maygimi pek chiroyli chiqadi ekan juma, mayli raqchatdim bo'lsin, spetchatdim bo'lsin, ajoyib chiroyli chiqadi ekan. Keyin tarafni tuzlama alat bo'yicha chiqadi. Ma gullarmi shunchalik chiroyli ekan juma qizlar. Ig'irligi 80 kg o'lchamli qizlar bemalol kiyalaysizlar. Ichining maykasi ayrim alat bo'yicha chiqadi. Tishna sarapan 2 xil rang bo'yicha chiqadi. Hozir yana bir xil rang sizlarga sinab beray. Qizlar, mana bu yana bir xil rangga juma. Bu rangim shunchalik chiroyli qalati chiqadi ekan. Ko'ynakning o'zining uzunligi 1 metr 10 sm. Qizlar mening bo'yamning egizligi 1 metr 73 chiqma. So'ng egizroq qizlarim xotirjam zakaz shusanlar bo'ldi. Qizlar andan yezinchim kiyalaydigansizlar, ishchanlarga kaltiyan oq maykalarlar bilan kivasanlar bo'ldi ekan juma qizlar. Ishkili rangi shunchalik chiroyli qalati chiqdi ekan. Qizlar, mana o'xshasham yanjiyan toalet bo'yicha chiqdi. Ichi vushu juma qizlar. Andan matishning to'qilma alat bo'yicha chiqdi. Men yangilarmi shunchalik chiroyli juma bir xil o'zgacha chiqdi. Mish bayramlarda kiyabilishimizga shunchalik mos keldi. Ig'irlik 80 kg o'lchamli qizlar kiyalaysizlar, nomer faqat bir nomer bo'yicha chiqdi qizlar. Shunchalik umaq chiqdi. Ko'ynakning uzunligi 1 metr 10 sm. 90 sm ko'ynak bo'ldi, umaq chiqsam bo'ldi degan qizlar ma'no o'ylashib qo'yganlarmi? Pek chiroyli chiqdi. 90 kg o'lchamli qizlar bemalol kiyalaysizlar, shunchalik kangri azada chiqdi. Qo'saqlaringlar bilan umaq chiqdi juma qizlar. Mana qizlar men 6 oylik qo'saq emasmi? Shunda umaq qalati chiqdi juma, lekin keyin tarafdan cho'ng kichikligini tanishamaysizlar. Shunda Koreya nusxa bo'yicha silinib turdi qizlar. Qizlar, mayl sayohatlarga chiqqan vaqtimizda bo'lsin yoki xizmatlarda kiyishga pek mos keldi. Uzunligi 90 sm bo'yicha chiqdi qizlar. Keyin tarafning nusxasi shunchalik chiroyli chiqdi. Ko'ynakning o'rnida kiyvasanlarmi bo'ldi qizlar, bo'lmasa, baytovning o'rnida, so'yin o'rnida kiyvasanlar bo'ldi. Ichinlarga umaq qalat ko'ynaklaringlarni yoki mayka bilan ishtani pilab turib kiyvasanlar bo'ldi juma qizlar. Raqtim shunchalik rohat holatda chiqdi. 90 kg o'lchamli qizlar bemalol kiyalaysizlar, rangi faqat bir rang. Mana qizlar veshi o'tolab mingib ketgan ko'ynakimiz juma Koreya nusxa ajoyib chiroyli chiqdi. Hozir toza kiydigan paslik keldi juma qizlar, shunchalik chiroyli qalat chiqdi, ham bek rohat. Badanga chiqqandan keyin shunchalik rohat tuyg'u berdi. Qatimada ko'ynak badek ig'ir besim bermaydi juma. Uzunlik 90 sm bo'yicha chiqdi qizlar, shunchalik chiroyli rangi faqat bir rang bo'yicha chiqdi. Qizlar, malyanjiyan tom bek chiroyli chiqdi juma, ichining ko'ptis ayrim alati chiqdi. Tishning ko'ynagim shunchalik chiroyli. Ig'irlik 90 kg o'lchamli qizlar bemalol kiyalaysizlar juma. Yezinchim o'xshashlam kiyalaysizlar, badaninglarni qizdirmaydi. Ichining ko'ptisini ayrim kiyalaysizlar, shunchalik chiroyli qalati chiqdi. Ig'irlik 90 kg o'lchamli qizlar bemalol zakaz shusanlar bo'ldi. Qizlar, ko'ynakning uzunligini 90 sm chiqdi juma. Qizlar, ma ko'ynakim bek chiroyli chiqdi juma. Ig'irlik 90 kg o'lchamli qizlar kiyalaysizlar, uzunligi 1 metr 10 sm bo'yicha chiqdi. Keyin tarafdan cho'ng kichikligini tanishalaysizlar, o'zi to'rroq. Qat'iy badanimizni qizdirmaydi. Yangning nusxalari bo'lsin, ma oldin nusxalari bo'lsin, shunchalik chiroyli qalati chiqdi juma qizlar. Qizlar, mavmish filmdagi eng og'riq ko'ynakimiz juma. Buning uzunligi 1 metr 10 sm bo'yicha chiqdi. 75 kg o'lchamli xonim qizlarimiz kiyalaysizlar. Urug' qizlar cho'qimishini tanlanglar juma. Endi yang tarafmi shunchalik alayda holati chiqdi juma qizlar. Miyalar sal popo holat bo'yicha chiqdi. O'zim shunchalik chiroyli. Raqtimi mushpasligi intayin mos keldi qizlar. Men oldin xudiyajasini ilibtmi kaysanlar bo'ldi. Yana davomli yangiliklarni sizlarga bahrlab turmay, bir tal haqsiz yurganlarni berib aytgandan keyin men cho'qim qancha qilishni unutqanmanlar. Bizlarning yoqtirgan ko'ynaklaringlarni inkas rayoni qoldirib qo'yinglar. Tug'utmalar vaqtinglarni qoldirib qo'ysanglar, men sizlarga eng ehtiyojli bo'lgan mahsulotlardan bahrlab turman. Amsa qizlar, bu yangiliklarni ko'rishlik xayr xo'sh.